Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi bo'yicha juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas. Pensioner ota-onasi bor farzandlar, yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar, ishlayotgan pensionerlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun ham bevosita ahamiyatli. Chunki pensiya qayta hisoblanganda kimning puli oshadi, kimniki o'zgarmaydi. Kim ariza yozishi kerak, kim kutib turishi kerak, kim hujjatini tekshirtirishi zarur. Bularni bilmaslik odamni o'ylar davomida ortiqcha sarson qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda misollar bilan tushuntiraman. 1 avgustdan keyin pensiya qanday qayta hisoblanadi, kimga qanday oshiriladi, qaysi holatda odamning pensiyasi avtomatik ko'tariladi, qaysi holatda esa albatta murojaat qilish kerak bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida eshitilsa, oilaning real daromadiga ta'sir qiladi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Shuni aniq qilib olaylik. Ko'pchilik pensiya oshdi deganda faqat umumiy indeksatsiyani tushunadi. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, hamma pensionerlarning pensiyasi shu qaror asosida ko'tariladi. Bu bitta masala. Lekin qayta hisoblash bundan kengroq tushuncha. Qayta hisoblash degani pensionerning mehnat staji, avval hisobga olinmagan ish haqi, qo'shimcha hujjatlari, ishlayotgan pensionerning keyingi davrdagi badallari yoki qonundagi yangi tartiblar asosida pensiya miqdorini yana bir marta tekshirish va yangidan aniqlash degani. Oldin ko'p holatlarda odam pensiyaga chiqqan paytda qanday hujjat topshirgan bo'lsa, pensiyasi o'sha asosda belgilanib qolardi. Keyin arxivdan qo'shimcha ma'lumot topilsa, ish staji tasdiqlansa yoki ish haqi bo'yicha yangi ma'lumot chiqsa, fuqaro o'zi murojaat qilmasa, bu holat har doim ham avtomatik aks etmasdi. Natijada ayrim odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan yuqoriroq pensiyani olmay yurardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, pensiyalarni qayta ko'rib chiqishda raqamli ma'lumotlar, elektron bazalar, ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni solishtirish masalasi kuchaymoqda. Ya'ni pensiya faqat odamning qo'lida bor eski qog'ozga qarab emas, mavjud elektron ma'lumotlar, arxiv ma'lumotlari, soliq va bandlik tizimidagi yozuvlar bilan ham tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan birga ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomonlarga ham ega. Chunki ba'zida ma'lumot to'liq bo'lmasa, familiya xato yozilgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa yoki ayrim yillar hujjatlarda ko'rmay qolgan bo'lsa, pensiya hisobida farq chiqishi mumkin. Men bu yerda eng muhim fikrni alohida aytaman. Pensiya qayta hisoblanadi degani hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi degani emas. Kimdadir 1000 ming so'mga oshishi mumkin. Kimdadir 1000 ming so'mga, kimdadir 300 ming so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Yana kimdadir umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Sababi pensiya har bir odamning o'z ish staji, ish haqi, pensiya turi, hujjatlarning to'liqligi va amaldagi tartibga qarab hisoblanadi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz pensiyaga chiqqan paytda ayrim ish yillaringiz hisobga olinmagan bo'lsa, eski korxonada ma'lumotnoma topa olmagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin muhr noaniq bo'lgan bo'lsa yoki ish haqi bo'yicha hujjat yetishmagan bo'lsa, 1 avgustdan keyingi qayta hisoblash jarayonida bu masalani tekshirtirish juda muhim. Chunki pensiya miqdorida eng katta farq ko'pincha aynan ish staji va ish haqi ma'lumotidan kelib chiqadi. Masalan, bir ayol 1990 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2006 yildan 2012 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqan paytda fabrikadagi 4 yil ish staji arxiv ma'lumotlari topilmagani uchun to'liq hisobga olinmagan. Agar keyin arxivdan tasdiqlovchi hujjat topilsa yoki elektron bazada bu davr tasdiqlansa, uning umumiy staji oshadi. Staj oshgani pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Bu yerda farq juda katta bo'lmasligi ham mumkin. Lekin har oy 70 ming yoki 100 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilda bu 240 ming yoki 1 million 200 ming so'm degani. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajati seziladigan pul. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Kimdir maktabda qorovul, kimdir shifoxonada hamshira, kimdir xususiy korxonada hisobchi, kimdir bozorda rasmiy ish sifatida ishlaydi. Agar ish rasmiy bo'lsa, ish haqi bo'yicha tegishli ajratmalar to'langan bo'lsa,
keyingi yillarda bu ma'lumotlar pensiyani qayta hisoblashda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik va bir kunda bo'ladigan jarayon deb o'ylamaslik kerak. Har bir holatda pensiya jamg'armasi bo'limi ma'lumotlarni tekshiradi. Fuqaroning pensiya ishi bilan solishtiradi va tegishli tartibga ko'ra hisob-kitob qiladi. Masalan, erkak kishi 2021 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2021, 2022, 2023 va 2024 yillarda ham rasmiy ishlab kelgan. Agar uning pensiya hisobida pensiyadan keyingi ish davri qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, bu davrlar bo'yicha ish haqi va ajratmalar ma'lumotlari muhim bo'ladi. Bu yerda ham odamlar ko'p xato qiladi. Men ishladim. Demak, pensiyam albatta 2 barobar oshadi deb o'ylashadi. Yo'q, bunday emas. Pensiya 2 barobar oshmaydi. Qayta hisoblashda faqat qonunda belgilangan tartibda qo'shimcha davr va tegishli ko'rsatkichlar inobatga olinadi. Shuning uchun natija odam kutganidan kamroq chiqishi mumkin, lekin baribir uni tekshirtirish kerak. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolarda ham qayta hisoblash bo'lishi mumkin, lekin qoidalar yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi qarori yangilangan bo'lsa, qaramog'idagi shaxslar soni o'zgargan bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oilada voyaga yetmagan farzandlar, talaba farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz a'zolar bo'yicha holat o'zgargan bo'lsa, bular pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatda hamma pensionerga osharkan deb kutib o'tirmasdan o'z holatingizni alohida tekshirtirish zarur. 4-guruh eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa darajasida to'lov olayotgan fuqarolar. Bunday fuqarolarda umumiy oshirish bo'lsa, minimal miqdorlar o'zgarishi orqali to'lov ko'tarilishi mumkin. Lekin agar odamning hujjatida staj yetishmasa, ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa yoki ayrim davrlar tasdiqlanmagan bo'lsa, u odam faqat minimal oshishni olib, aslida o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yuqoriroq miqdorni olmay qolishi mumkin. Shuning uchun aynan kam pensiya olayotganlar hujjatini birinchi bo'lib tekshirtirish kerak. Endi men bir nechta hayotiy misol keltiraman. Birinchi misol, 62 yoshli ota pensiya oladi. Hozirgi pensiyasi 20.200.000 so'm. Pensiyaga chiqayotganda uning 28 yil ish staji hisoblangan. Keyin ma'lum bo'ladiki, 1987 yildan 1990 yilgacha bo'lgan 4 yillik ish davri mehnat daftarchasida bor. Lekin o'sha paytda arxiv hujjati topilmagani uchun hisobga kiritilmagan. Agar bu datil tasdiqlansa, umumiy staj 32 yil bo'ladi. Hisob-kitob natijasida pensiya 1.200.000 dan 1.37.000 so'mga chiqishi mumkin. Har oy 20.000 so'm farq. Bu bir qarashda juda katta pul emasdek tuyuladi, lekin 2 oyda 1 million darin ming so'm bo'ladi. Agar odam bu huquqini 3 yil oldin tekshirtirmagan bo'lsa, qancha yo'qotganini o'zi hisoblab ko'rsin. Ikkinchi misol, 28 yoshli ona pensiyada, lekin pensiyaga chiqishdan oldin oxirgi yillarda maoshi past bo'lgan. Avvalgi yillarda esa u yaxshi maosh olgan korxonada ishlagan. Pensiya hisobida qaysi davr ish haqi olingani juda muhim. Agar qonun doirasida foydaliroq ish haqi davri tanlash imkoni bo'lsa va u davr hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanganda o'lishi mumkin. Masalan, hozir 1.050.000 so'm olayotgan pensionerda ish haqi bo'yicha to'g'ri davr tasdiqlansa, pensiya 1.300.000 yoki 1.320.000 so'mga chiqishi mumkin. Lekin bu aniq avtomatik raqam emas. Men raqamlarni tushunish uchun misol sifatida aytyapman. Har bir insonning ish haqi, staji va pensiya turi alohida hisoblanadi. 3-misol, pensioner 2020 yildan beri pensiyada, lekin hali ham korxonada rasmiy ishlaydi. Uning ish haqi 3 million so'm atrofida ish beruvchi soliq va ajratmalarni rasmiy to'lab kelgan. Bu odam men 4 yil ishladim, pensiyam keskin oshadi deb o'ylamasligi kerak. Pensiyadan keyingi ishlagan davrlar inobatga olinishi mumkin, ammo hisoblash mexanizmi chegaralangan bo'ladi. Natijada pensiya 20.000, 80.000 yoki 1.200.000 so'mga oshishi mumkin. Ba'zan bundan ko'proq ham bo'ladi. Ba'zan umuman sezilarli farq chiqmaydi. Muhimi rasmiy ishlagan davr bazada ko'rinayotganini tekshirish kerak. 4-misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Oilada 2 nafar farzand bor edi. Ulardan biri 18 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi bo'limda o'qishga kirdi. Bu holatda hujjat o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov kamayib ketishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Talabalik ma'lumotnomasi, o'qish shakli, farzandning yoshi va boshqa hujjatlar muhim. Shuning uchun
Qayta hisoblash davrida faqat pensiya oshishini kutish emas, balki oila tarkibi huquq beruvchi holatlar to'g'ri aks etganini tekshirish ham kerak. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi, shuni ham aytaman. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlanganda siz barcha hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasi sizga hisob-kitobni aniq tushuntirgan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda umumiy oshirish bo'lsa, to'lovingiz belgilangan tartibda oshadi. Qo'shimcha hujjat topish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir bitta narsani tavsiya qilaman. Pensiya miqdori qanday shakllanganini hech bo'lmaganda bir marta tekshirtirib oling. Chunki odamlar ko'pincha menda hammasi joyida deb yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bitta yil staj tushib qolgan, bitta korxona nomini to'g'ri yozilgan, bitta ma'lumotnoma pensiya ishiga qo'shilmagan. Bu xatolar odatda katta janjal bilan emas, oddiy tekshiruv bilan aniqlanadi. Yana bir toifa bor, faqat umumiy indeksatsiya bo'yicha oshirish kutayotgan pensionerlar. Agar davlat tomonidan bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya yoki pensiyalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, bunday oshirish odatda alohida arizasiz amalga oshiriladi. Ya'ni hamma pensioner pensiya jamg'armasiga borib navbatda turishi shart emas. Lekin agar siz mening stajim yetarli, lekin pensiyam juda past, men ishlagan yillarim hisobga olinmagan, mening maoshim yuqori edi, lekin pensiyam kam chiqdi deb o'ylasangiz, bu boshqa masala. Bunday holatda murojaat qilish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar va nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi xato: odam qo'shnisining pensiyasi oshganini eshitib, demak meniki ham xuddi shuncha oshishi kerak deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Qo'shningiz bilan sizning stajingiz, ish haqingiz, pensiya turi, hujjatlaringiz, qaramog'ingizdagi shaxslar, ishlagan davrlaringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya bir xil yoshdagi ikki odamda ham har xil chiqadi. Ikkinchi xato: eski mehnat daftarchasi bor, demak hammasi tasdiqlangan deb o'ylash. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar aniq, muhrlar tushunarli, lavozim va sana to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar yozuvda xatolik bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi tasdiqlovi yoki sud orqali tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar korxonalar tugatilgan davr, shirkatlar, kooperativlar, xususiy korxonalar bo'yicha hujjatlar alohida tekshiruv talab qiladi. Uchinchi nozik jihat: ayollarda bola parvarishi davri, harbiy xizmat, kunduzgi ta'lim, ayrim imtiyozli davrlar masalasi. Bu davrlarning qaysi biri, qanday shartlarda va qaysi chegaralarda stajga olinishi amaldagi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun men uyda bola qaraganman, demak hammasi stajga kiradi yoki o'qigan yillarim to'liq kiradi deb umumiy xulosa qilish to'g'ri emas. Har bir davr bo'yicha hujjat va qonuniy asos bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat: chet elda ishlagan davrlar. Agar fuqaro boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida qanday inobatga olinishi davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, hujjatlarning tan olinishi va rasmiy tasdiqlanishiga bog'liq. Men Rossiyada ishlaganman, men Qozog'istonda ishlaganman, men Turkiyada ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Rasmiy ish bo'lganmi, ajratmalar to'langanmi, hujjat tasdiqlanganmi, tarjima va legalizatsiya kerakmi, bularni alohida aniqlash kerak. 5-muhim holat: ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zan qayta hisoblash faqat oshirish emas, noto'g'ri to'langan summani aniqlashga ham olib kelishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni to'xtatgan. Lekin oila bu haqda xabar bermagan bo'lsa yoki nogironlik guruhi o'zgargan, lekin hujjatlar vaqtida yangilanmagan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun pensiya oluvchi o'z holatidagi o'zgarishlarni yashirmasligi kerak. Bu keyin kattaroq muammoga aylanadi. 6-jihat: bank kartasi va to'lov sanasi. Pensiya qayta hisoblangan bo'lsa ham, pul darhol o'sha kuni kartaga tushmasligi mumkin. Hisob-kitob qilingan sana, to'lov reyestri, banka yuborilish va amaldagi to'lov jadvali bor. Shuning uchun avgust bo'ldi, nega bugun ertalab pulim oshmadi deb vahimiga tushmaslik kerak. Avval rasmiy ma'lumotni tekshiring, keyin o'z pensiya bo'limingizdan aniqlashtiring. Endi eng muhim qism: siz nima qilishingiz kerak? Men aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: o'z pensiya miqdoringiz va pensiya turi bo'yicha ma'lumotni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni aniq biling. Chunki har bir turda qayta hisoblash sabablari boshqa-boshqa bo'ladi. Ikkinchi qadam:
mehnat daftarchangizni, eski ish joylaringiz haqidagi hujjatlarni, arxiv ma'lumotnomalarini, harbiy xizmat hujjatlarini, ta'lim hujjatlarini, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalarini va zarur bo'lsa tibbiy xulosalarni bir joyga yig'ing. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam pensiya jamg'armasiga borganda nimani so'rashni ham bilmay qoladi. Hamma narsani papkaga joylab, har bir davr bo'yicha sanalarni yozib chiqing. Qayerda ishladingiz? Qachondan qachongacha ishladingiz? Korxona nomi o'zgarganmi? Hujjat bormi yoki yo'qmi? 3-qadam. Pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, pensiya ishingizdagi hisobga olingan staj va ish haqi davrlarini ko'rsatib berishni so'rang. Siz shunchaki pensiyamni oshirib bering deb yozmang. Aniqroq yozing. Mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan mehnat staji, ish haqi davrlari va pensiya miqdori hisob kitobini tekshirib berishingizni so'rayman. Qo'shimcha hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni pensiya ishimga qo'shishni so'rayman. Mana shunday mazmunda murojaat qilish foydaliroq. 4-qadam, agar biror ish davringiz bazada ko'rinmasa, darhol eski ish joyingizning huquqiy vorisini yoki arxivni qidiring. Ko'p eski korxonalar tugatilgan bo'ladi. Lekin ularning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval zavod bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Bunday holatda arxivdan aynan o'sha davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shash, ish haqi yoki shaxsiy tarkib hujjatlari so'raladi. 5-qadam, ariza berganingizda albatta nusxa yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kelavering, ko'ramiz degan javob yetarli emas. Murojaatingiz qabul qilingan sana va raqam bo'lsa, keyin javobni kuzatish oson bo'ladi. Agar onlayn murojaat qilsangiz, elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga oshirishga asos yo'q deb javob berilsa, nima uchun asos yo'qligi ko'rsatilishi kerak. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi norma qo'llangan, bularni tushunishga harakat qiling. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rashga haqlisiz. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga yoki tegishli tartibda boshqa idoralarga murojaat qilish mumkin. 7-qadam, oiladagi pensionerlar hujjatini farzandlar ham tekshirib bersin. Katta yoshdagi ota-onalar ko'pincha eski hujjatlarni izlashga qiynaladi. Ariza yozishni bilmaydi. Navbatda turishdan charchaydi. Farzandlar esa bu ishda yordam bersa, real natija bo'lishi mumkin. Ayniqsa ota-onangizning pensiyasi juda past bo'lsa, shunaqa bo'lsa kerak deb qo'ymang. Mehnat staji, ish haqi, bolalar parvarishi davri, imtiyozli davrlar bo'yicha tekshirib ko'ring. Yana bitta amaliy maslahat. Internetda tarqalayotgan har qanday xabarga ishonib ketmang. Irim, avgustdan hammaning pensiyasi 500 ming so'mga oshadi. Falon yoshdagilarga alohida pul beriladi. Ariza yozganlarning hammasiga qo'shimcha to'lanadi degan xabarlar ko'p bo'ladi. Men mutaxassis sifatida aytaman, pensiya masalasida faqat rasmiy qaror, rasmiy idora izohi va o'z pensiya ishingizdagi aniq hisob kitobga tayaning. Umumiy gap bilan oila budjetini rejalashtirib bo'lmaydi. Agar 1 avgustdan keyin ko'pchilikda o'zgarish bo'lib, sizda pensiya oshmasa, avvalo vahima qilmang. Birinchi bo'lib aniqlashtirish kerak. Sizga tegishli oshirish turi umumiy indeksatsiyami yoki shaxsiy qayta hisoblashmi? Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa va sizga tushmagan bo'lsa, to'lov reyestri yoki bankdagi kechikish bo'lishi mumkin. Agar shaxsiy qayta hisoblash bo'lsa, demak sizning hujjatlaringiz bo'yicha alohida tekshiruv kerak bo'ladi. Pensiya bo'limiga borganda aniq savollar bering. Mening pensiyam 1 avgustdan qayta hisoblanganmi? Qayta hisoblangan bo'lsa, qaysi asos bilan? Hisobga olingan umumiy ish stajim necha yil? Qaysi ish haqi davri asos qilib olingan? Pensiyam oshmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda bera olasizmi? Mana shunday savollar odamga aniq javob olishga yordam beradi. Agar hujjat yetishmasa, uni topish yo'lini so'rang. Ba'zan fuqaro bitta ma'lumotnoma olib kelsa, masala hal bo'ladi. Ba'zan arxivdan javob kutish kerak bo'ladi. Ba'zan korxona tugatilgani uchun qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Ba'zan esa masala sud tartibida hal bo'lishi mumkin. Lekin birinchi bosqich har doim hujjatlarni to'plash va pensiya ishidagi ma'lumotni tekshirishdir. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kimning hujjatlari to'liq, staji to'g'ri, ish haqi ma'lumotlari aniq bo'lsa, u belgilangan tartibdagi oshirishni oladi. Kimning oldingi ish yillari tushib qolgan, arxiv hujjat topilmagan,
pensiya tayinlashda ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, u albatta o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Ishlayotgan pensionerlar ham rasmiy ish davrlari va ajratmalar bazada bor yo'qligini aniqlab olishi zarur. Men sizlarga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning, buvinggiz yoki bobongizning pensiya hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya miqdori nega aynan shuncha chiqqanini bilish uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Har bir yil staj, har bir tasdiqlangan ish haqi, har bir to'g'ri hujjat pensiyaning oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilganmisiz? Pensiya oshganmi yoki yo'qmi, qaysi muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida eshitgan odam o'ziga tegishli pulni yo'qotib qo'ymasligi mumkin.